Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim, hayotiy va shubhasiz har bir nafaqaxo'r uchun, ularning oila a'zolari uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan bir yangilik haqida gaplashmoqchiman. Agar sizning atrofingizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, agar sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz bor bo'lsa yoki sizning o'zingiz nafaqaga chiqish arafasida bo'lsangiz, demak bugungi suhbat aynan siz uchun. Uzoq yillar mehnat qilib, butun umringizni jamiyat rivojiga bag'ishlaganingizdan so'ng nafaqaga chiqqaningizda ko'pchilikni bir savol qiynaydi. Mening nafaqam bugungi kunda ro'y berayotgan narx-navo o'zgarishlarga qanchalik mos keladi? Ertangi kunim qanday bo'ladi? Oilamni, nabiralarimni qanday ta'minlayman? Dorilarimga, kommunal to'lovlarga yetadimi? Ko'p hollarda afsuski bu savollarga javob topish oson kechmaydi. Pensiya tizimidagi murakkabliklar, tushunarsiz formulalar va doimiy o'zgarishlar odamlarni qiyin ahvolga solib qo'yadi. Bugun men sizga ana shu savollarga javob beruvchi, ko'p yillik kutilgan va haqiqatan ham juda yaxshi yangilik bo'lgan bir o'zgarish haqida gapirmoqchiman. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari uchun juda muhimdir. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Zero, bu ma'lumotlar sizning hayotingizda katta ijobiy o'zgarishlar yasashi mumkin. Xo'sh, avvallari pensiya tizimida vaziyat qanday edi? Ko'pchiligimiz bilamizki, avvalgi tizimda pensiyalarni hisoblash murakkab, ba'zan esa tushunarsiz mexanizmga ega edi. Mehnat stajini hisoblashda ba'zi davrlar inobatga olinmasdi. Masalan, bolani parvarishlash davri yoki umuman e'tibordan chetda qolishi mumkin edi. Yoki qishloq xo'jaligida ishlagan fuqarolarning noformal mehnat stajini tasdiqlashda ko'p muammolar yuzaga kelardi. Eng asosiysi, pensiyalarni indeksatsiya qilish mexanizmi, ya'ni inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'sishiga mutanosib ravishda oshirish jarayoni doim ham samarali ishlamasdi. Bu esa afsuski nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini asta-sekin pasaytirib, ularni moliyaviy qiyinchiliklarga duchor qilardi. Aytaylik, bir nafaqaxo'r 10 yil avval ma'lum bir miqdordagi pensiyaga rohat qilgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha pensiya miqdori narx-navo oshishiga yetib bormasdi. Bu holat ko'pchilikda haqli norozilik uyg'otardi. Chunki pensiya yillar o'tgan sari asl qimmatini yo'qotib borardi. Endi esa e'tibor bering, nima o'zgardi? Hukumatimiz tomonidan pensiya tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha ulkan qadam tashlandi. Endilikda pensiyalarni hisoblash, qayta hisoblash va oshirish bo'yicha yangi, yanada adolatli, shaffof va eng muhimi, nafaqaxo'rlar manfaatlariga mos keluvchi tizim joriy etildi. Bu yangilik shunchaki bir foizli oshirish emas, balki butun tizimni qayta ko'rib chiqishdir. Endi pensiyalar inflyatsiya sur'atlari va mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishiga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadigan bo'ldi. Bu degani, narx-navo oshsa yoki ish haqi ko'tarilsa, pensiyalar ham avtomatik ravishda ancha tezkorlik bilan oshiriladi. Bundan tashqari, uzoq yillar davomida vijdonan mehnat qilgan fuqarolar uchun qo'shimcha imtiyozlar, maxsus bonuslar joriy etildi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki ularning jamiyat oldidagi xizmatlarini ham e'tirof etadi. Bu haqiqiy e'tirof, hurmat va g'amxo'rlikdir. Oldingi davrda pensiya miqdori ko'pincha qat'iy belgilangan foizlarda oshirilar edi. Bu esa har doim ham hayotiy ehtiyojlarni qoplashga yetmasdi. Yangi tizim esa bu nomutanosiblikni bartaraf etishga qaratilgan. Xo'sh, bu yangiliklardan aynan kimlar qanday foydalanadi va siz nimani bilishingiz kerak? Birinchidan, yangi tizimda pensiyalarni indeksatsiyalash, ya'ni oshirish formulasi tubdan o'zgardi. Endi pensiya miqdori mamlakatdagi inflyatsiya darajasi va o'rtacha ish haqi o'sishi ko'rsatkichlariga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadi. Bu shuni anglatadiki, har yili davlat budjetida pensiya oshirish uchun alohida mablag'lar ajratilib, bu pul avtomatik ravishda aniq hisob-kitoblar asosida pensiyalarga qo'shiladi. Ilgari bu jarayon ko'proq ma'muriy qarorlarga bog'liq bo'lgan bo'lsa, endi u huquqiy asosga ega va shaffof mexanizm orqali amalga oshiriladi. Ikkinchidan, ilgari mehnat stajini hisoblashda ba'zi davrlar e'tiborga olinmas edi. Masalan, bolani parvarishlash bo'yicha ta'til, nogironligi bo'lgan oila a'zosini parvarishlash davri, ayrim hollarda esa qishloq xo'jaligida shaxsiy yordamchi xo'jalikda ishlagan davrlar pensiya hisoblashda to'liq inobatga olinmasdi. Yangi tartibga ko'ra bu davrlar ham endilikda to'liq mehnat stajiga kiritiladi. Bu esa shubhasiz ayollar va qishloq hududlarda yashovchi fuqarolar uchun juda muhim yangilikdir. Bu ayniqsa ko'p farzandli
onalar va uzoq vaqt kasalmand oila a'zolariga qaragan fuqarolarning pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun maxsus bonuslar joriy etildi. Agar siz 35 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lsangiz yoki ayollar uchun 30 yildan ortiq bo'lsa, sizning pensiyangizga qo'shimcha mablag'lar qo'shiladi. Bu bonuslar nafaqat bazaviy pensiyani oshiradi, balki nafaqaxo'rning moddiy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu orqali davlat uzoq yillar xalqqa xizmat qilgan insonlarga o'z minnatdorchiligini bildiradi. Keling, bir nechta aniq misollar orqali bu o'zgarishlarning sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqamiz. Misol 1. Gulnora opa Toshkent viloyatidan. U 32 yil davomida to'qimachilik korxonasida ishlagan. Oldingi tizimda uning pensiyasi har oyda 1 million 800 ming so'm edi. Yangi indeksatsiya formulasi joriy etilgach, uning pensiyasi o'rtacha bo'limdagi foizga oshirilib 2 million 24 ming so'mga yetkazildi. Undan tashqari 35 yildan ortiq mehnat staji uchun maxsus bonus hisobiga uning pensiyasiga qo'shimcha 1,5 ming so'm qo'shildi. Natijada Gulnora opaning umumiy pensiyasi endi 2 million 274 ming so'mga yetdi. Bu oylik qo'shimcha 174 ming so'm degani. Gulnora opa bu pulga o'zining dorilarini sotib olishi, nabiralariga sovg'a salom olishi va hattoki oylik kommunal to'lovlarining bir qismini bemalol qoplashi mumkin. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Misol 2. Akmal aka Farg'ona viloyatida 42 yil fermer xo'jaligida dehqonchilik bilan shug'ullangan. Uning mehnat daftarchasida ba'zi davrlar, masalan, yoshligida paxta dalasida ishlagan 5 yillik davri noaniq yozilgan yoki umuman kiritilmagan edi. Oldingi tizimda bu davrlar hisobga olinmagani uchun uning pensiyasi 1 million 600 ming so'm edi. Yangi qonunga muvofiq uning 5 yillik noaniq davri guvohlarining ko'rsatmalari va qishloq fuqarolar yig'inining tasdiqlangan hujjatlari asosida mehnat stajiga qo'shildi. Endi uning umumiy mehnat staji 47 yilga yetdi. Natijada nafaqat pensiya miqdori umumiy oshirish bilan 16% ga oshirildi. 1 million 826 ming so'm, balki 40 yildan ortiq staj uchun beriladigan maxsus bonus ham qo'shildi. Bu uning pensiyasiga yana 200 ming so'm qo'shdi. Akmal akaning yangi pensiyasi endi 2 million 26 ming so'm. Bu qo'shimcha 26 ming so'm unga avvallari yig'ib yurgan qishloq xo'jalik asboblarini yangilashga yoki nabiralarga biror bir texnik vosita olib berishga yordam beradi. Misol 3. Dildora opa Namangan shahridan. U 25 yillik stajga ega bo'lib, o'zining nogironligi bo'lgan, voyaga yetgan farzandiga 10 yil davomida qaragan. Oldingi pensiya tizimida bu 10 yillik davr unga to'liq kiritilmagan edi. Shuning uchun uning pensiyasi nisbatan past 1 million 30 ming so'm atrofida edi. Yangi qonunga binoan nogironi bor oila a'zosini parvarishlash davri endilikda to'liq mehnat stajiga kiritildi va uning umumiy staji 35 yilga yetdi. Bu esa uning pensiyasini bazaviy oshirishdan tashqari maxsus imtiyozlar bilan birgalikda 1 million 820 ming so'mga oshirdi. Bu oyga 2 ming so'm degan qo'shimcha mablag' bu Dildora opa uchun farzandining dorilarini sotib olishda va o'zining shaxsiy ehtiyojlarini qondirishda juda katta yordam bo'ladi. Bular shunchaki misollar emas, balki haqiqiy hayotiy vaziyatlardagi o'zgarishlarning yorqin dalillaridir. Bu yangiliklar ko'plab nafaqaxo'rlar uchun yengillik olib kelishini ta'kidlash joiz. Albatta, har qanday yangi tizimda o'ziga xos istisnolar, e'tibordan chetda qoldirmasi kerak bo'lgan nozik jihatlar va kutilmagan holatlar mavjud bo'ladi. Yangi pensiya tizimi ham bundan mustasno emas. Keling, shu haqda batafsil to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, pensiyalarni qayta hisoblash va oshirish jarayoni qanday amalga oshiriladi? Muhim jihati shundaki, aksariyat hollarda pensiyalarning yangi formula asosida qayta hisoblanishi avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni, siz pensiya jamg'armasiga borib ariza yozishingiz shart emas. Agar sizning pensiya ishingizda barcha ma'lumotlar aniq va to'liq bo'lsa, sizning pensiyangiz avtomatik ravishda oshiriladi va sizga oshirilgan pensiya miqdori yozilgan xabarnoma pochta orqali yuboriladi. Biroq, yuqorida aytib o'tganimizdek, agar sizning mehnat stajingizga qo'shimcha davrlar, masalan, bolani parvarishlash, nogironi bor oila a'zosiga qarash, noformal mehnat staji qo'shilishi kerak bo'lsa, unda siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz talab etiladi. Bu holatda murojaat etmasangiz
siz o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozlardan foydalana olmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, noformal mehnat tajajini tasdiqlashda yuzaga keladigan ba'zi nozik jihatlar, Akmal akaning misolida ko'rganimizdek, qishloq xo'jaligida yoki ayrim kichik korxonalarda noformal ishlagan davrlarni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlar talab etilishi mumkin. Bu faqatgina 2 nafar guvohning ko'rsatmasi emas, balki mahalla fuqarolar yig'inining tasdiqlovchi hujjatlari, arxivida saqlangan ma'lumotnomalar, eski to'lov qog'ozlari yoki soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Ba'zida bu hujjatlarni yig'ish biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun bu jarayonga oldindan tayyorgarlik ko'rish tavsiya etiladi. Esda tuting, har bir holat individual ko'rib chiqiladi va pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizga bu borada yordam berishga majbur. Uchinchidan, yangi qonun barcha turdagi pensiyalarga, ya'ni yoshga doir, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalariga ham taalluqlidir. Biroq ularni hisoblashdagi ba'zi nuanslar farq qilishi mumkin. Masalan, nogironlik pensiyalarini hisoblashda asosiy e'tibor nafaqaxo'rning mehnat qobiliyatini yo'qotish darajasi va stajiga qaratiladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa marhumning mehnat staji va uning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolari soni muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun agar siz bu toifadagi pensiya oluvchilar qatoriga kirsangiz, pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish siz uchun foydali bo'ladi. 4-dan, eng muhim ogohlantirishlardan biri bu firibgarlardan ehtiyot bo'lishdir. Har qanday katta o'zgarishlar paytida, afsuski, insonlarning ishonchidan foydalanmoqchi bo'lgan shaxslar paydo bo'lishi mumkin. Sizga pensiyangizni tezroq oshirishni va'da qilib, buning evaziga pul talab qiladiganlarga aslo ishonmang. Pensiyalarni hisoblash va qayta hisoblash faqat pensiya jamg'armasining rasmiy bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Hech qanday shaxsiy yordamchilar yoki tezkor xizmatlar mavjud emas. Bunday holatlarga duch kelsangiz, darhol huquq-tartibot idoralariga murojaat qiling. Barcha xizmatlar davlat tomonidan mutlaqo bepul taqdim etiladi. 5-dan, har bir insonning pensiya miqdori bir xil darajada oshmasligi mumkin. Agar siz allaqachon maksimal pensiya miqdoriga yaqin pensiya olsangiz yoki sizning stajingiz juda qisqa bo'lsa, oshish miqdori boshqalarga nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Buning sababi shundaki, yangi tizim adolat tamoyiliga asoslangan bo'lib, asosan eng ko'p muhtoj bo'lgan va uzoq muddat ishlagan fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Shunday bo'lsa ham, umumiy inflyatsiya bo'yicha indeksatsiya barcha pensiyalarga taalluqlidir va sizning xarid qobiliyatingiz baribir himoyalangan bo'ladi. Aziz do'stlar, endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Bu maslahatlar sizga yangi imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishga yordam beradi. Birinchi qadam, pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma oling. Eng avvalo, siz o'zingizning hozirgi pensiya miqdoringiz va uning hisob-kitoblari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Buning uchun siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, pensiya ishingizdan ko'chirma yoki ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Bu ma'lumotnomada sizning mehnat stajingiz, hisoblashda inobatga olingan ish haqi miqdorlari va boshqa muhim tafsilotlar ko'rsatilgan bo'ladi. Hozirda bu ma'lumotlarni davlat xizmatlari markazlari orqali yoki e-hukumat portali my.gov orqali ham olish imkoniyati mavjud. O'zingizga qulay usulni tanlang. Ikkinchi qadam, o'zingizning vaziyatingizni tahlil qiling. Agar siz quyidagi toifalardan biriga kirsangiz, sizga qo'shimcha imtiyozlar tegishi mumkin. 1. Uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lsangiz, erkaklar uchun 35 yildan, ayollar uchun 30 yildan ortiq. Bolani parvarishlash bo'yicha ta'tilda bo'lgan davringiz bo'lsa, 3. Nogironligi bo'lgan oila a'zosiga qaragan davringiz bo'lsa, 4. Qishloq xo'jaligida shaxsiy yordamchi xo'jalikda ishlagan davringiz bo'lsa, yo'q, u pensiya stajingizga kiritilmagan bo'lsa. 5. Mehnat daftarchangizda noaniq yozuvlar mavjud bo'lgan yoki ish stajingiz to'liq hisobga olinmagan davrlar bo'lsa. 3-qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Agar siz yuqoridagi toifalardan biriga kirsangiz va sizning stajingiz to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, siz quyidagi hujjatlarni to'plashingiz kerak bo'ladi. Pasportingiz asli va nusxasi, mehnat daftarchangiz asli va nusxasi. Agar mavjud bo'lsa, nikoh guvohnomasi ayollar uchun familiyasi o'zgargan bo'lsa. Bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, bolani parvarishlash davrini tasdiqlash uchun. Nogironligi bo'lgan oila a'zosining tibbiy ma'lumotnomalari va tug'ilganlik guvohnomasi.
nogironga qaraganlik davrini tasdiqlash uchun, noformal mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlar. Bu qishloq fuqarolar yig'inidan olingan ma'lumotnoma, 2 nafar guvohning ko'rsatmasi, pensiya jamg'armasi mutaxassislari ishtirokida rasmiylashtiriladi. Soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotnomalar. Eski ish joylaridan arxiv ma'lumotnomalari va boshqalar bo'lishi mumkin. Qancha ko'p hujjat topshirsangiz, stajingizni tasdiqlash shuncha oson bo'ladi. Agar sizning ish haqingiz to'g'risida ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, eski ish joylaridan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar agar mavjud bo'lsa ham foydali bo'ladi. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. To'plangan hujjatlar bilan o'zingiz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki istalgan davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. U yerda sizga maxsus ariza shaklini to'ldirishda yordam berishadi. Aytish kerakki, davlat xizmatlari markazlari hujjatlarni qabul qilish va pensiya jamg'armasiga yuborish vazifasini bajaradi. Shuning uchun hujjatlarni bevosita pensiya jamg'armasi mutaxassislari ko'rib chiqishadi. 5-qadam, jarayonni kuzatib boring. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng sizga murojaatingiz ro'yxatga olinganligi haqida kvitansiya beriladi. Pensiya jamg'armasi sizning murojaatingizni ma'lum bir muddatda, odatda 15 ish kuni ichida ko'rib chiqishi va natijasi haqida sizni xabardor qilishi shart. Agar sizga norozilik yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, siz pensiya jamg'armasining yuqori organlariga, Adliya vazirligining hududiy bo'limlariga yoki ishonch telefoni orqali murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, My.gov.uz portali orqali ham murojaat holatini kuzatib borish imkoniyati mavjud. Eslab qoling, hech qanday to'lovsiz bepul xizmat ko'rsatiladi. Barcha savollaringizga pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazlari mutaxassislari javob berishga majbur. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi yangilik nafaqaxo'rlarimiz uchun katta yengillik va adolatli tizim sari qo'yilgan muhim qadamdir. Pensiyalarni indeksatsiyalashning yangi mexanizmi, mehnat stajini hisoblashdagi yangiliklar va uzoq yillik stajga ega bo'lganlar uchun maxsus bonuslar shubhasiz nafaqaxo'rlarimizning hayot sifatini yaxshilaydi. Bu shunchaki raqamlarning o'zgarishi emas, balki davlatimizning o'z oqsoqolariga bo'lgan chuqur g'amxo'rligining amaliy ifodasidir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa yoki sizning vaziyatingiz biroz murakkabroq bo'lsa, izohlarda o'z fikr va savollaringizni yozib qoldiring. Men ularni o'qib, keyingi videolarimda javob berishga harakat qilaman. Videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelgusida siz uchun yanada foydali kontent yaratishga motivatsiya beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, aziz nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari. Keyingi videolarda ko'rishguncha